Ish tinchlik bo'lsin-da. Nimaga? Xolam bizga keldimiz, значит, yo pochcham ichib janjal qilgan. Yo ayam chorni kassan pulni hali ham bermagan. Xafa bo'lma, sening hammasi o'tib ketadi. Ering taniysan, yo opang taniysan, bo'lsa 100% erini taniydi. Yana har hafta bir erini ayamga jomondan o'tiradi. Otamdan yodgorim opam. Chorni kassan pulini berib yuboring. Opa, siznikiga kelsam shunday yengil bo'laman. Boshim og'riqlari ketadi. Uzoqqa ketmaydi, xola ana shu o'rinlar ayamga o'tadi-da, keyin ayam alamidan bizga qaqshatadi. Yo'q joydan tayoqni jiymiz. Voy opa, obicha oshtor kun zarka bor, dam olib kelsan. Da rahmat, bormayman. Boraver, mazza qilib dam olib kelasan. Dam olish man dam olish, olib borib kichikda ishlatadi. Nima qildi bolam boru? Sen ham meni bolamsan-da. Ish qilish kerak bo'lsa bolam deb qolasiz. Gartakina kasal bo'lsa men tinmaslik qilsam, darrov ayamga telefon qilib, "Ala, opa, mana gazandangizni olib kitingga tushib qolasiz." Bormayman. Har safar qaytmanlarni qo'laveraman. Meni xafa qilaverma, jiyan. Xoladan onani hidi keladi deydi. Bor pulni sondiqqa bosib, pastdan sharoit yo'q deb ayamni kuylarni kiyib yurganingizdan keyin ayam hidi kelmay, hammani hidi kelsinmi? Shunchalik yomon qolaman men. Xolajon, kechiring, men nosh sizni xafa qilib qo'ydim. Sizga atab she'r yozuvdim. Qani aytchi? Xolam mening xolajonimsiz, onamdayin mehribonimsiz, jiyanlarimning baxti deb yasharsiz, ikkinchi onajonimsiz. Sochingizga oq tushmasin, dunyo turguncha turing. Luppi yuzingizga ko'zlar tegmasin, doim shunday do'mbillab yuring. Rahmat bolajonim, ko'nglim bo'shab ketdi. Uylaringga bora qo'y, qo'ygan ishlarni o'zimiz qilib qo'yamiz. Xolamda ashli yirtib qochmasam, mana 3 gektar makkina menga o'rdiradi. Qoch!